Pinterest'dagi unpackinglarga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan yana bitta shunaqa chiroyli boksni ochmoqchiman. Tadam! Go'zallik. Qizlar, nima uchun menga pushti rang yoqadi? Shu turishda hozir rasmga olmasam bo'lmaydi buni. Juda ham chiroyli. Second please. A few moments later. Wow. Salmon rosammikan? Hadi. Tatmishaylik. 2000 years later. Unpacking emas, rasmga tushirish darsi bo'lyapti-yu menimcha sizlarga. Вообще красота. One eternity later. Готово. Birinchisi bu shunaqa soat oyoqchasini qaranglar. Ham ting-ting qiladi. Tarozi qo'yib keting. Plus uzr, bilmadim. Bu chiroqchasi ham bor, chirog'i ham yonadi. Розовый tasbeh. Kстати, meni kolleksionimga tasbehlar ham kiryapti, chunki har xil tasbehlarim bor. Rosa ham ko'p menga tasbehlar sovg'a qilishyapti. Menimcha tasbeh biznesini ochsam kerak yaqin orada. Domik какой. Men bitta bu tipa ichida yonish kerak bo'lgan narsasi. Как? Unda ichiga solib qo'yamiz. Hozir svetni o'chiraylik. Ko'rinmayapti. Mana, xullas mana bunaqa bo'ladi. Orqasi. Qorong'ida yaxshiroq ko'rinadi, xullas. Tushundinglar? Pinterest ruchkalari. Kстати, menga yozish juda ham yoqadi. Xuddi shu bloknot bilasan, menda kattasi bor, endi kichkinasi ham bor. Вот и bloknot yozsangiz bo'ladi, и qanaqadir kolleksiyangizni yig'sangiz ham bo'ladi, narsa solib qo'ysangiz ham bo'ladi. Kстати, pul yig'sangiz ham bo'ladi buni ichida. Ну, o'tirib ideya qilish kerak. Давайте откроем. Kстати, men rosa ham xatlar olishni yoqtiraman, lekin hech xat olmaganman. Agar siz menga xat yozmoqchi bo'lsangiz, pochtamni qoldiraman, xat yozsangiz bo'ladi. Shunaqa xatlarni olishni rosa ham yoqtiraman. Balki sizga ham qaytib yozarman. Красота. Вау, такие хорошие. Вау. There is no God but Allah. Ramadan is. Wow. Devoringlarga xuddi shu narsa kerak edi. Yani bitta paket bor. Kstati, buni hammasini mana shu shopdan xarid qilsangiz bo'ladi. Topinglar, bu nima? Va bu meni eng yoqtirgan rangim fioletoviy. Kerakli miqdorda suv ichishimiz juda ham muhim. Ayniqsa Ramazon oyida. Endi mana shunda suv ichishni boshlayman. Bu Pinterest narsalarning hammasini bitta do'kondan xarid qilishingiz mumkin. Rahmat, shart emas.